ZPMR har doim epileptический aktivность borligidan darak beradi. Achakli borligidan, sudragaga moyilligi borligidan darak beradi, bilib oling. O'shaning uchun обязательно bu narsada ehtiyotkor bo'lish kerak. Convolex, Phenibut, Nafen shunga o'xshagan dorilar ichiriladigan bo'lsa, ZPR kuchayib ketib qoladi. Ya'ni aqliy rivojlanish kuchayib ketib qolish ehtimoli baland turadi. Ya'ni motorni disfunksiyani tuzataman deb turib, aqliy rivojlanishni to'xtatib qo'yish mumkin-da. O'shaning uchun imkon boricha diagnostika qilinadi. Shunga qarab turib o'sha achaklari topib, nimani hisobiga achak kelyapti. Bu genetik urovenda nasliy tashuvchilik fazasida, значит, kimdadir aqliy zaifligi, sudragaga moyilligidan darak beradi. Sudragani обязательно epileptik formasi bo'lmasligi mumkin, klonический formasi bor, absansnisi bor. Sudragani 5 xil toifasi bor. O'shalardan bittasi kechayotgan, uyqu fazasida kechayotgan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun bu diagnostika qilib, topib davolanadi.